Tasavvur qiling, siz jang maydonidasiz. T-34 tanki komandiri va to'satdan Maybach dvigatellarining ovozlari eshitildi. 88 mm to'p ovozini eshitdingiz-u, tuman ichidan bir sharpa paydo bo'ldi. Xo'sh, bu qaysi tank bo'lishi mumkin? Albatta bu Tiger 2, ya'ni qirollik tigri. Uning zirhi deyarli teshib o'tib bo'lmaydi. Oldi qismi 150 mm gacha himoya bilan qoplangan. Qo'lida esa 88 mm dahshatli quroli bor. Uzoq masofadan dushman tanklarini hech qanday qiyinchiliksiz yo'q qila oladi. Qog'ozga qaraganda bu tank deyarli yengilmas. Lekin savol tug'iladi. Agar u shunchalik kuchli bo'lsa, nega urushda yutqazdi? Bu Ikkinchi jahon urushidagi eng kuchli tanklardan biri edi. Panzerkampfwagen Kongsstiger 2 yoki shunchaki Kongsstiger. U kuchli zirh, uzoq masofali aniq to'p va qo'rqinchli ko'rinishga ega edi. Ammo savol, nega bunday tank urush taqdirini o'zgartira olmadi? Keling, buni ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz markazida Mexanik Var kanali va biz boshladik. 1942-yilda Germaniya frontda yangi muammoga duch keldi. Sovetlarning T-34 tanklari va og'ir KV tanklari nemis texnikasiga jiddiy xavf tug'dirayotgan edi. Shu sababli yangi, yanada kuchli tank yaratish qarori qabul qilindi. Loyiha ustida ikki kompaniya, Henschel va Porsche kompaniyalari ishlashni boshlashdi. Natijada Henschel varianti tanlandi va yangi tank Tiger ishlab chiqara boshlandi. Tiger 1 tanki dastlab frontda juda ham yaxshi natijalar ko'rsata boshlandi, ammo Is-2 Sovet tanki hammasini barbod qildi. Is-2 tanklari Tiger tanklarini bemalol hech qanday qiyinchiliksiz yo'q qila boshladi va yana yangi mashinaga ehtiyoj tug'ildi. 1943-yilda Henschel kompaniyasi yangi loyiha kiritdi va yangi Tiger 2 tanki ishlab chiqarishga kiritildi. 1944-yilda u frontga yuborila boshlandi va juda ham yaxshi natijalar ko'rsatdi, lekin afsuski bu ham uzoqqa cho'zilmadi. Tiger 2 o'z davrining eng kuchli tanklaridan biri edi. Old zirhi 150 mm gacha yetgan va uni osonlikcha teshib o'tish juda qiyin edi. Asosiy quroli 88 mm KVK qirish to'pi bo'lib, uzoq masofadan dushman tanklarini bemalol yo'q qila olgan. Ko'p hollarda Tiger 2 boshqa tanklarni ular unga yaqinlashmasidan turib yo'q qila olgan. Qog'ozda va to'g'ridan-to'g'ri jangda u yengilmas raqib edi. Ammo kuch bilan birgalikda muammolar ham kelishni boshladi. Tankning og'irligi taxminan 70 tonna edi. Bu esa harakatni qiyinlashtiradi. Ko'priklardan o'ta olmaslik yoki loyda botib qolish uning uchun odatiy hol edi. Texnik muammolar ham ko'p. Dvigatel va uzatmalar tizimlari tez-tez buzilib turardi. Ko'p tanklar jangga yetib bormasdan ishdan chiqardi. Yoqilg'i sarfi juda katta bo'lgan. Urush oxirida esa aynan 44 va 45-yillarda Germaniyada yoqilg'i tanqisligi mavjud edi. Tiger 2 tanklari urushda yutqazishiga bir necha sabablar bo'lib, ulardan birinchisi va eng asosiysi og'irlik. Tiger 2 taxminan 70 tonna bo'lgani uchun bu juda katta ko'rsatkich deb ko'rsatilgan. Ko'priklardan o'ta olmaydi. Loy yoki yumshoq yerlarda botib qoladi. Harakat juda sekin va cheklangan. Natijada aviahujumlarda kolonnaning deyarli yarmi ham hech qanday qiyinchiliksiz yo'q qilinardi. Ishonchsizlik muammosi. Bu tanklar tez-tez buzilib qolgan. Dvigatel va uzatmalar tizimi bunday og'irlikni ko'tara olmasdi. Ba'zi hollarda ular jangga yetib bormasdan yo'lda qolib ketgan. Yoqilg'i muammosi esa eng keng tarqalgan muammolardan biri edi. Tiger 2 juda ham ko'p yonilg'i iste'mol qilardi. Urush oxiriga kelib, Germaniyada esa yoqilg'i tanqisligi kuchaygan edi. Natijada ko'plab tanklar oddiygina ishlatilmay qolgan. Shunchaki yoqilg'i yetishmasligidan. Havo hujumlari. Bu gigant tanklar samolyotlar uchun oson nishon edi. Yuqorida aytilganday harakat sekin, yashirinish qiyin. Asosan havo kuchlari orqali bu tanklar yo'q qilingan. Va eng muhim sabab bu ularning soni. Masalan, Sovetlarning T-34 tanklari 10 minglab ishlab chiqarilgan. Amerikaliklar esa Sherman tanklarini minglab emas,
balki 10 minglab miqdorda frontga yuborgan. Tiger 2 esa juda kam sonli edi. Son kam, ta'miri qiyin, ishlab chiqarish esa juda qimmat. Natijada nima bo'ldi? Yaxshi, kuchli, lekin kam sonli tanklar ko'p sonli, oddiy va ishonchli tanklarga yutqazdi. Bu tarixdan katta dars. Urushda faqat kuch emas, balki balans, ishonchlilik va son ham hal qiluvchi rol o'ynaydi. Tiger 2 tarixda eng kuchli tanklardan biri sifatida qoldi. Ammo u yana bir haqiqatni isbotladi. Urushda faqat kuch emas, balki ishonchlilik, harakatchanlik va son ham muhim. Va azizlar, shu narsani esimizda tutishimiz kerakki, ba'zida eng kuchli qurol ham g'alaba keltira olmaydi. Va umid qilamanki, hatto o'sha eng kuchli qurol ham bizga kerak bo'lmaydi. Albatta men tinchlikni tilayman. Kelgusi sonlarda uchrashguncha sog' bo'linglar azizlar.